Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yilqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan muhim xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamizda qitinglar, ekranimizda bo'lsin. Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan aman qolgan shohidlar Boris Jonsonning Uyg'urlarni qo'llashini talab qildi. İkinci Dünya urushida natsistlarning Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan aman qolgan shohidlar Angliya bosh vaziri Boris Jonsonning irqiy qirg'inchilik qonunidagi talash-tortishlarda Uyg'urlarni qo'llashini talab qildi. Siyosat gazetasining xabar qilishicha, Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan aman qolgan Ruth Barnett, Dorit Oliver Wolf ismli 2 yashangan Yahudi ayol 23 fevral Boris Jonsonga qarata ochiq xat e'lon qilib, Angliyaning Sharq Turkistondagi Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish uchun yetarli kuch chiqarmaganligidan qattiq ansiraydiganligini bildirgan. Ular bu chaqiriqni Angliya Sodi qonuniga irqiy qirg'inchilik moddasini kirgizish to'g'risidagi qonun tuzilish loyihasi Angliya yuqori palatasida qayta sunilgan mazgilda e'lon qilgan. Ruth Barnett bilan Dorit Oliver Wolf o'zlarining chaqiriqini video orqali e'lon qilgan. Ular chaqiriqida o'ylash iqtidoriga ega har qanday odamning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'urlarni va dunyoning boshqa joylaridagi xalqlarni o'ylashi kerakdiki, Boris Jonsonning o'zlari bilan ko'rishib, jiddiy o'zgartishga tegishli bu masalalarni muzokara qilishini talab qilgan. Ular so'zida biz sizning taklifimizni qabul qilib, kelgusida Uyg'ur qirg'inchiligini xotirlash ahvoliga tushib qolmasligimizga kapolatlik qilishingizni umid qilamiz degan. Boris Jonson o'tgan hafta Uyg'ur va Hong Kong masalasini oldingi o'ringa qo'ydiganligini bildirgan. Biroq u buning oldida Angliya sotining irqiy qirg'inchilik arizlarini qabul qilib, uningga hukm qilishiga yo'l qo'yish to'g'risidagi Sodi qonuniga tuzitish kirgizish loyihasining Avam palatasida ma'qullanishiga qarshilik qilgan edi. The Uyghurs in Xinjiang and other groups around the world are facing genocide. Sharq Turkistonda uzun muddatli qamoq jazosi berish ko'rinarlik oshdi. Germaniya ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 23 fevral dokument e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarga qaratilgan xohlagancha tutib, mujmal jinoyat nomlari bilan ayblab, uzun muddatli jazolash ahvoli ko'rinarlik oshganligini oshkorladi. Dokumentda oshkorlashicha, Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarni bostirishni kuchaytirib, ularni asossiz ayblagan va uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilgan. Xitoy 2016 yilning oxirida atalmish terrorlikqa qarshi turish qonunini ma'qullagandan keyin Sharq Turkistondagi Xitoy adliya tarmoqlari tomonidan 250 ming odam ayblangan yoki qo'lga olingan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 60 ga yaqin deloni to'plab, nurg'un kishilarning qonunsiz qilmish sodir qilmagan ahvol ostida sotlanganligi va turmaga tashlanganligini bayqagan. Bu didolar atalmish kasbiy tarbiyalash markazi lagerlariga solanganlarga o'xshamaydi deb qaragan. Xitoyning kishilik huquq ahvolini kuzatish bo'limining yuqori darajali tadqiqotchisi Wang Songliangning bildirishicha, Sharq Turkistondagi lagerlarga selishtirganda Xitoyning rasmiy adliya sistemasi tomonidan ayblangan va turmaga tashlangan didolar xalqaroning diqqatini qo'zg'agan. Xitoy atalmish qonun nomi bilan nurg'un Sharq Turkiston xalqini normal turmush kechirganligi va diniy faoliyatlar bilan shug'ullanganligi sababli ayblab jazolagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoyning statistikasini naql keltirib, Sharq Turkistondagi Xitoy sud mahkamasi 2017-yili 99326, 2018-yili 133118 kishiga hukm e'lon qilgan deb ko'rsatgan. Garchi 2019-yildagi rasmiy statistika texi e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, ammo hukumatsiz tashkilot Sharq Turkistonda ziyonkashlikka uchrag'uvchilar sonliq ma'lumot ombiri 8000 dan ortiq kishi qo'lga olingan deloni xotirlagan. Mo'ljallanishcha 2019-yili jazoga hukm qilinganlarning soni oldingi 2 yilga barobar bo'ldi ekan. 2019-yili tumanlagan kishilarga jazo hukm qilingan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 2017-yili uzun muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganlar sonining ko'rinarlik oshganligini bayqagan. 2017-yildan ilgari 5 yildan yuqori muddatli qamoq jazosiga hukm qilinganlarning soni jazoga hukm qilinganlarning umumiy sonining 10.8%ni egallagan. Ammo 2017-yili uzun muddatli jazolanganlarning umumiy soni o'rlab 87% ga yetgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy sud mahkamasining diniy faoliyatlarni davlatga xavf yetkazuvchi deb bekitganligini bayqagan bo'lib, Sharq Turkistonda jinoyat sodir qilmagan nurg'unlagan kishilarni ayblab turmaga tashlagan.
Kishilik huquqni ko'zitish tashkilotining tadqiqotchisi Wang Songliang xalqaro tashkilotlarning Xitoyga qartilgan besimni yuqori ko'tarib, Sharqi Turkistonni mustaqil tekshirishga chaqiriq qildi. Ömerçilik Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan ko'zlayotganligini bildirdi. Turkiyadagi Hokimiyat partiyasi Adolat va taraqqiyot partiyasining bayonotchisi Ömerçilik apandi Markaziy ijroiya hay'ati yig'indan keyin muxbirlarning Uyg'urlar masalasi haqidagi savoliga javob berib, albatta biz Uyg'ur turklari qarindoshlarimizning insonning asosiy haq-huquqlari va erkinligiga uyg'un holda va insoniy izzat hurmatiga loyiq ravishda yashashi masalasida intayin sezgur ruhga egamiz. Biz bu yerda qancha qitimlab Xitoyning zimin butunligini e'tirof qilganligimizni, terrorlik bilan kurash qilish haqqining borligini deb keldik. Ammo bularning hammasi Uyg'urlarga qarshi birmuncha salbiy muomalalar, kamsitishlar, u yerdan kelgan birmuncha ko'rinishlarni buyuk qayg'u bilan ko'ryapmiz. Asla bu şekilde bir natija maydonga kelmasligi kerak. Biz buni to'g'ri deb qaramaymiz. Shuning uchun bu yerda ilgari deganimizdek Xitoy doiralariga davlatimizdan bir hay'at borsin, u yerdagi ahvolni ochiq-oshkora holda ko'rsin dedik. O'tirdagi bunchavala salbiy xabarlarning yo'q bo'lishining birdan-bir yo'li bor. Birincisi hozir yo'lga qo'yilayotgan ba'zi ijroatlarni amaldan qoldirish kerak. Ikkinchisi Turkiyadan boradigan hay'at Xitoy bilan hamkorlashgan asosda bu yerlarni ziyorat qiladi va u yerdagi ijroatlarni ko'zdan kechirishi kerak. Bu masalada boshqalar bizga u masalada bayonot e'lon qildinglar, bu masala haqida bayonot e'lon qilmadinglar deyotdi. Amaliyotda biz bu siyosatning ta'qib qiluvchilarimiz. Bu masalani jiddiy ta'qib qilib kelyapmiz. Munosabatlik o'rinlarimiz bu masalada Xitoy bilan davomli ko'rishyapti. Bu yerda uni dedinglar, buni demadinglar deganlarning bu temada hech qanday bir harakat qilgani yo'q. Ammo biz bu masalada amaliy harakat qilyapmiz. Bizning dardimiz o'xshamagan davlatlar orasidagi kuch mujodalasining sirtida Uyg'ur turklari qarindoshlarimizning u yerda inson haqlariga uyg'un holda yashaydigan ahvolga kelishi. Qo'limizga kelayotgan bu nachar xabarlar bo'lmaydigan bir vaziyatni yaratish uchun va Xitoy doiralari bilan hamkorlik ichida u yerdagi ahvolni davlatimizning bemalol ko'ralishi uchun harakat qilyapmiz. Shunda qilganda har taraf xotirjam bo'ladigan bir vaziyat shakllandi. Xitoyning qilayotgan ishlarini biz terrorlik bilan kurash qilyapmiz deb tugutishimi va birmuncha siyosatlarni yo'lga qo'yishimi to'g'ri emas. Terrorlik bilan kurash qilish ayrim bir ish, Uyg'ur turklariga aloqador bu salbiy ishlarning amaldan qoldirilishimi ayrim bir ishdir. Biz bu ishlarni Xitoy doiralari bilan hamkorlik ichida elib berishni xohlaydiganligimizni davomli Xitoyga deb kelyapmiz. Umidimiz en qisqa vaqtda bir natijaga erishish deganlarni bildirdi. Tabii ki biz Uygur Türk'ü kardeşlerimizin temel hak ve hürriyetlere uygun, insan haysiyetine uygun koşullarda yaşaması konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. Burada defalarca şunu ifade ettik. Biz Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Çin'in terörle mücadele hakkını da savunuyoruz. Fakat bütün bunlar Uygur Türklerine dönük bir takım negatif davranışlar, olumsuz uygulamalar ve oradan gelen bir takım görüntüleri büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu şekilde bir sonuç asla doğurmamalıdır. Biz bunu doğru bulmayız. Dolayısıyla burada daha önce de bu mesele konuşuldu. Çin makamlarına da söyledik. Yani ülkemizden bir heyet gitsin, şeffaf bir biçimde oradaki hayatı görsün. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde gitmiştik oralara. Oraları görmüştük. Ama şimdi buradaki bu kadar ortaya çıkan bu olumsuz haberlerin bir kere ortadan kalkmasının tek yolu var. O da birincisi bu bazı uygulamalara son verilmesi. İkincisi de orasının işte Türkiye'den gidecek heyet Çin makamlarla işbirliği halinde buraları ziyaret eder ve buralardaki politikaların bu şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konudaki hassasiyetimizi sürekli olarak gündemde tutuyoruz. Şimdi zaman zaman diyorlar ki işte şu konuda açıklama yaptınız, bu konuda açıklama yapmadınız. Biz bu politikanın takipçisiyiz. Ve bu politikayı son derece ciddi bir şekilde takip ediyoruz. İlgili birimlerimiz Çin makamlarıyla sürekli olarak bu konuları görüşüyor. Dolayısıyla burada sürekli olarak şunu dediniz, bunu demediniz diyenlerin somut hiçbir girişimi yokken biz pek çok somut girişimi başlattık ve bunları takip ediyoruz. Bizim buradaki ana hassasiyetimiz çeşitli devletler arasındaki güç mücadelesinin tamamen dışında Uygur Türk'ü kardeşlerimizin orada insan haysiyetine uygun bir şekilde yaşama standartlarının korunması, kulağımıza gelen bu kötü haberlerin
olmayacağı bir ortamın tesis edilmesi ve Çin makamlarıyla işbirliği halinde oradaki durumun bizim ülkemiz tarafından da rahat bir şekilde görülebilmesi. O zaman ne olur? Herkes açısından rahatlatıcı bir durum olur. Bunu böyle işte biz terörle mücadele ediyoruz diyerekten bir takım politikalarla yan yana getirmek de doğru değil. Terörle mücadele meselesi ayrıdır. Uygur Türklerle ilgili bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması ayrıdır. Ve burada da Çin makamlarıyla işbirliği halinde bunu yapmak istediğimizi sürekli olarak iletiyoruz. Sürekli olarak bunu takip ediyoruz. Umarız en kısa zamanda bir sonuç alırız. Xitoy Ürümchida yig'in chaqirib atalmish Şinjan siyosatini oqladi. Dunyodagi texmi ko'p davlatlarning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizilayotganligini e'tirof qilish vaziyatiga duch kelgan Xitoy rejimi bir qism davlatlardagi siyosiy partiya, ijtimoiy tashkilot, tadqiqot o'rni va aqllar omborlariga Ürümchida yig'in o'tkazib, o'zining Sharqi Turkistonda elib berayotgan jinoyatlarini oqlashni kuchaytirdi. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha 22 fevral to'rda o'tkazilgan bu yig'inni Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining tashqi aloqa bo'limi bilan atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikom birlashib uyushtirgan. Xitoy Markaziy tashqi aloqa bo'limining undidarda tarqatgan bu vaqtdagi ofshorida Xitoy Kompartiyasining Xinjiang hikoyasi degan temadagi bu to'r yig'iniga 80 dak davlatdagi 200 ga yaqin chet el siyosiy partiyasi, tadqiqot o'rni, ijtimoiy tashkilot va aqllar ombiridan 300 dak kishining qatnashganligini bildirgan. Biroq uchurda yig'inga qatnashgan bu siyosiy partiya guruhlar, tadqiqot o'rni, ijtimoiy tashkilotlarning ismi qaysi davlatlarda ekanligi tilga elinmagan. Bu yig'inning dal Kanada parlamenti 22 fevral qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan dafsandichiligini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan kuni o'tkazilishi diqqat qo'zg'adi. Uchurda yig'in ahliga atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikomning partiyaning yangi davrdagi atalmish Xinjiangni boshqarish strategiyasi, Markaziy komitetining o'rinlashtirishini ijro qilish ahvoli, atalmish har millat xalqini ittifoqlashtirish, atalmish go'zal turmushga yetaklashdek hikoyasi tunishtirilganligi ilgari surilgan. Xitoy rejimi o'zining Sharqi Turkistondagi siyosatini oqlasimi, lekin xalqaroda uning amaliyotdagi harakatini irqiy qirg'inchilik deb qaraydiganlar kun sari ko'paymoqda. Yig'inda Xitoy Kommunist partiyasi tashqi ishlar komiteti raisi Song Tao Xitoyning 100 yillik tarixi atalmish 56 millatni birlashtirib, vatanni taraqqiy qildirish tarixidir. Bu kurashda yo'qsullikni azaytdik, etnik terrorlikni yo'qotish nuqtasiga keldik. 2017 yildan buyon terrorlik faoliyatlari yuz bermadi deb bildirilsa, atalmish Abdunum rayonining partikom sekretari Chen Chuango bo'lsa, yanada burunqi nomussizligi bilan yo'qsullik kurashida g'alaba qilganligini, 1000 yillik yo'qsullik masalasini atalmish Xinjiangda hal qilganligini, yezilardagi yo'qsullikni azaytish uchun alohida tirishchilik ko'rsatganligini, shaharlarda ish imkoniyati ko'paytib, yezidagilarning shaharlarga kelishga boshlaganligini, bu sohada atalmish Xinjiangda terrorlik voqealarini eng tuvanga tushirganligini bildirib jo'yladi. Bu yig'inga yana Turkiyadan har qitimqidek Xitoyning Turkiyadagi zuvoni bo'lgan Vatan partiyasining raisi Do Perinchak va uning hay'ati to'rdan qatnashdi. Va Xitoydan bakrak Xitoyni oqlab so'z qildi va Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik masalasining asla mavjud emasligini, bularning g'arbning safsatasi ekanligini, Xitoyning Turkiyaga, Turkiyaning Xitoyga ehtiyoji borligini bildirib safsat sotdi. Yig'inga yana Vatan partiyasining Xitoy tamsilchisi va Turk Xitoy ish jamiyati raisi Adnan Akifratmo qatnashgan va so'z qilgan bo'lib, u so'zda Xitoyning jinoyatlarini og'ziga tegmay maqtadi va qo'llaydiganligini bildirib, Xitoyni to'g'ri tushundiganligini ta'kidladi. Yig'inga yana Oq partiyaga vakolatan cho'ng savdogar Adham Sanjaq qatnashgan bo'lsa-mu, uning yig'inda nima deganligi bildirilmadi. Yevropa ittifoqining Rossiya va Xitoy masalasida Amerikaga o'xshash qattiq qo'l siyosat tutib mengishga qarab mengayotganligi ilgari surildi. Wall Street jurnali gazetining xabar qilishicha, Yevropa ittifoqi Rossiyaning o'qituvchilar rahbari Aleksey Navalniyni qamoqqa elishiga qarshi Rossiya amaldorlarini jazolashni, shuningdek Xitoyning Hong Kongdagi bostirishiga qarshi qanday tadbir elishni munozara qilishni planlab, o'zlarining Rossiya va Xitoy masalasida Amerikada qattiq qo'l yo'lga mangadiganligining signalini bergan. Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken 22 fevral Yevropa ittifoqidagi 27 davlatning tashqi ishlar ministrlari bilan to'rda suhbat o'tkazgan. Yig'inda Blinken Amerika bilan Yevropa ittifoqining zich hamkorlashib, ko'p qutblik demokratiya, kishilik huquq duch kelgan yer shari xarakterlik xirqqa taqobil turishning muhimligini ta'kidlagan.
Yig'inda taraflar Xitoy virusi, Iran, Xitoy yer shari havo klimatini o'z ichiga olgan yer shari xarakterlik masalalarni muzokara qilgan. Wall Street jurnalining xabarida bayon qilinishicha, Yevropa ittifoqi amaldorlari o'zlarining tashqi siyosatdagi mustaqilligini ta'kidlasimi, biroq prezident Bayden vazifaga o'ltirgandan buyon o'zlarining xalqiliq masalalarda Amerika bilan bir maydonda ekanligini ifodalamoqda. Xabarda Yevropa ittifoqining Hong Kong to'g'risidagi bir maxfiy hujjati tilga elinib, uningda Xitoyga besim qilish uchun Amerika va boshqa ittifoqdosh davlatlar bilan texmi yaxshi hamkorlashish talab qilinganligi ta'kidlangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi ikki jasoratlik Uyg'ur ayol haqida bayonot e'lon qildi. Xitoy Dagong to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin yaqinda xalqaro taratqularda Xitoyning Sharqi Turkistondagi bostirish, qirg'in qilish jinoyatlarini oshkorlagan ikki jasoratlik Uyg'ur ayol haqida bayonot e'lon qilgan. Xitoy bayonotida BBC to'riga Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistondagi lagerda ijro qilayotgan bostirish, qiyin qistoqqa elish, ayollarga bosqinchilik qilish jinoyatlarini mardonlarcha oshkorlagan Tursunay Ziyovuddin xonim bilan lager shohidi Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan xonim qizlarni tug'mas qilib etish, har xil vositalar bilan qiyin qistoqqa elish jinoyatlarini xalqaroga oshkorlagan yaqinqi mezgillarda ijtimoiy uchur vositalarida Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan qirg'in qilish jinoyatlarini oshkorlab, aktiv xizmat qilayotgan Zumrat Davud xonimning rasmini ko'rsatgan. Bayonotda ikki jasoratlik ayol oshkorlagan Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish jinoyatlarini xalqarodan yushirish, xalqaro jamiyatni aldash maqsadida ikki ayol bergan Xitoyning jinoyat paketlarini yolg'on, to'qilma degan so'zlar bilan inkor qilib bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilari Xitoy ichi va sirtida sonsizlagan tashviqot o'rinlari orqali Sharqi Turkistondagi jinoyatlarni yushirish uchun barliq kuchi bilan tirmashayotgan bir paytda ikki jasoratlik ayolning Sharqi Turkistondagi haqiqiy ahvol haqida bergan guvohligidan cho'chib ketganligi, Xitoyning Sharqi Turkiston haqida qilayotgan yolg'on tashviqotlarining mag'lub bo'lganligini ko'rsatib beradi deyishmoqda. Litvaniya Uyg'ur masalasida qaror chiqarishni planladi. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoy Sharqiy Yevropa va Baltiq dengizi rayonida bir balvoq bir yo'l diplomatiyasini zo'r kuch bilan ilgari surayotgan bir paytda Xitoyning tahdidi kishilik huquq, Sharqi Turkiston, Tibet, Tayvan, Hong Kong qatorliq masalalarmi bu rayondagi davlatlarning diqqatini qo'zg'agan. Litvaniya parlamenti 10 mart atiyozlik yig'indan ilgari Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini ayblaydigan qaror loyihasini tayyorlashni planlagan. Litvaniya tez yo'llanma gazeti xabarda bildirilishicha, Litvaniya parlamenti Davlat bexatarlik va mudofaa ishlari komiteti va Tashqi ishlar komiteti 17 fevral birlashma yig'in chaqirib, Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli va aloqador qaror loyihasining mazmunini muzokara qilgan. Sotsial Demokratlar partiyasining a'zosi Shakarnay muzokara yig'inida so'z qilib, Birlashgan Millatlar Tashkilotini Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarini mustaqil xalqaro chaqirishga chaqirgan. Hamda Xitoyning Uyg'urlarni irqiy qirg'in qilayotganligi, kishilik huquqni zo'r darajada dafsanda qilganligi haqida xalqaro tekshirish chaqiriqi kunsiri kuchayotganligini, Litvaniya Xitoyning qilmishlariga qarshi parvosiz bo'lib olsa bo'lmaydiganligini bildirgan. Bildirilishicha, 2019 yili yozda Litvaniya yana boshqa bir turkum davlatlar bilan birlashib, Xitoyning Uyg'urlarga ziyonkashlik qilganligi va Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini ayblagan. Germaniyadagi Xitoy elchisining yolg'onchiligi va Xinhua agentligining saxtipazligi. Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi lagerni inkor qildi. Xinhua agentligi uning so'zlarini pardozlab bayon qildi. Germaniyada nashrdan chiqadigan iqtisod haftalik jurnali 15 fevral kuni Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi Wu Kenni ziyorat qilib, atalmish Xinjiangda qayta tarbiyalash lageri yo'q nomli bir ziyorat xotirasini e'lon qilgan edi. Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua agentligi 19 fevral kuni mazkur ziyorat xotirasining temasini, mazmunini va uslubini o'zgartib, Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi Xitoyga qarshi g'arb siyosatchilari Xitoyni qoralab, Xinjiang to'g'riliq ig'vo tarqatdi degan nomda oddiy bir xabar shaklida e'lon qildi. Asli germanchisida bu ziyorat xotirasi savol-javob shaklida aynan berilgan. Xinhua agentligi bo'lsa, Germaniyadagi Xitoy bosh elchisi Vukandan so'ralgan savollarning hammasini chiqarib tashlagan. Ondan bu ziyorat xotirasining bosh oxirlarini pardozlab, so'z jumlalarni o'zgartib, o'zlariga loyiq shaklga keltirib tarqatgan. Asli ziyorat xotirasida iqtisod haftalik jurnali muxbirining tunji savoli mundaq: Bosh elchi apandi, sizning davlatingiz bo'lgan Xitoy kishilik huquq dafsandichiligi sababli ayblashlarga uchirmoqda.
Hong Kongdagi demokratik harakatning bostirilishi, bo'libmi Sharqi Turkistondagi butun Uyg'urlar uchrayotgan besimlar tufayli nurg'unlagan hukumatsiz tashkilotlar buningga nisbatan qarshiliklarni bildirmoqda. Xitoy bosh elchisi Wu Ken bu savolga mundaq javob berdi. Mening ta'sirotim bo'lsa, Xitoy hukumatı mayli qandaqli bir ish qilmasin, g'arb matbuotlari shu hamalla Beijing bostirish bilan shug'ullanyotdi degan yakunni chiqardi. Bir yil ilgarigi shu chog'larda virus yuqumini qamal qilish yo'li qo'yilganda German matbuotlari Xitoy o'z xalqiga besim qildi deb xabarlar tarqatdi. Amaliyat bo'lsa boshqadir. Xitoyning millatlar siyosatiga doir xabarlarda mo shundaq bo'ldi. Xitoydagi barliq etnik millatlar barobardir. Ularni kamsitish va ularga besim qilish man'iy qilingan deb yolg'on aytgan edi. Iqtisod haftalik jurnali ikkinchi savolni mundaq so'raydi. Biroq bosh elchi apandim, siz bu jihatdagi barliq dokumentlarni, buning ichida hatto shohidlarning bayonlari bor. Bularning hammasini yolg'onga chiqarmoqchimi? Vukan bu savolga mundaq javob berdi. Agar siz Xitoydagi ma'lum bir millat a'zolari bilan bevosita suhbat elib borgan bo'lsangiz, Xitoyga qarshi artistlarning dunyoni ishontirishni orzu qilganlarga tamoman o'xshamaydigan manzarani ko'rgan bo'lardingiz. Anglamoqqa so'g'uq urush tashviqotiga o'xshaydi. Siz Uyg'urlar bostirilyotdi degan gapning faqatli g'arbning soxta tashviqoti ekanligini bilamsiz. Bular Pompeo apandiga o'xshash Xitoyga qarshi siyosatchilar o'ydirib chiqargan yolg'onchilikdir. Xulosalaganda Xitoy bosh elchisi Wu Ken so'ralgan savollarga qarata chet eldagi lager shohidlari lagerga kirib boqmagan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tekshirish o'mikini taklif qildik, hozirgacha javob saqlayapmiz deganda ko'pligan yolg'onlarni o'ttirib qo'yib o'tgan ekan, xulosa e'tibori bilan majburiy emgak va qayta tarbiyalash lager deydigan narsa mavjud emas deb Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan barliq zulmlarni, besimlarni tubdan inkor qilgan. Xinhua agentligi bo'lsa 19 fevraldagi xabarida Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi Wu Kenning so'zlarini to'liqlab, yasab, jabdub e'lon qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushayada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.